O'zingizga tirikchilik qiling. Men yomon gap gapiraman. Teftashyapti bolasiz. Tirikchilik qilgan. Men bola bilan o'tiribman ikkita. Hech nima qilmayapti, bu yerga o'tib atib tushib ketib beraman kerak bo'lsa. Keyin tushasizmi yo'qmi? Tirikchiligimni o'ldirasiz. Men tushmayman. Bo'ldi, o'zim 103 qilaman. Voy, pajjal solising 103 qolisang respublika 110 ga qil. Men haq chiqaman, klient turib chiqadi. Xo'pmi? Muomalangizni qarang siz. Ya siz muomalangizni qarang. Kim gapirdi birinchi? Men jim ketib bola bo'ldim. Video tarqatib yuboramanmish. Mana shu gaping uchun javob berasan. Bo'ldi. Videoni tarqatib yuboraman. Ijtimoiy tarmoqlarga qo'yaman. Ya video tarqatib yuboradidan. Ijtimoiy tarmoqlarga qo'yaman. O'sha videoni qaytadan qo'yamiz. O'shanda ko'rasiz. Bo'ldi, qo'yamiz. Yibanlamang. Erkak bo'lgan ozgina. Ha? Tirnoqqa zor bo'ldi. Tushasizmi tezroq? Tushmayman. Gapiga javob bersang keyin tushunaman. Konfisiz keyin tushunaman. Alo. Kattasan? Lakaslashtirish mashinasi joyiga kelgan. Yetib kelgan. Bitta pizdesi bor ekanda, mana videomni tarqatarmish kelganda. Yandex kelgan. Pizdes ekan shunaqa kelganda. Asashini. Hozir biz ikkidan ko'rasan. Qo'limda bola turibdi. Qo'limda bola turibdi. Nima deymanki bolalar men qo'limda. Bo'ldi, gaplashamiz. Bo'ldi, oz ko'rasan. Nima deding bolalar bilan qo'limda? Opa, o'zing bo'ldi. Akam bo'ldi. Nima deding ikkita bolam bilan mashinada menga? Nima deding ikkita bolam bilan? Qo'shtonma. Isqirtdan basharasi ko'rinmayapti-da, gnidani. Eshikni yopib qo'yapti mana. Nuri 72 nani shuncha xodimlarni ovora qo'yapti-da, endi plos. Nima holat bo'lgan? Nuri 72 ni opasi taksi chaqirgan, taksida mana shu shilqim gap otgan. Opasi tushib qolaman desa, "Yo, tushmaysan, narsangni olib qo'yaman" deb narsasini olib qo'ygan. Oxiri opasi ukasiga telefon qilgan. Nuri kelib buni endi to'xtataman deganda, bu qochmoqchi bo'lib mana mashinani avariya qilib urgan. Oxiri mana 02 bo'lib ketdi. Ustozi zamon ko'tarmaydi-da, buni bizib chochib yorsa ham bo'lardi mana. Shuncha bola turibdi, mashinaning ichidan tusha olmayapti даже. Bunaqalarni qonunga topshiramiz. Xudo xolisa adolatli jazo topadi bunaqalar bor. O'shaning uchun ham yuzi bilan qo'yaveramiz. Oshna og'aynilari bo'lsa, demak video qilib qo'yinglar, qanaqa kirisa gnidalar ko'chib yurganini. Hatto xudo xolisa yaxshi bolalar tirik ekan, biz shundayligicha qarab turmaymiz. Evakuator mashinasiga chiqib olgan tusha olmayapti. Kalamush aylanning